Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugungi dars mashg'ulotini olib boramiz. O'tgangi dars mashg'ulotimizda timsollarni tanib olishning mazmun va mohiyatini ko'rib chiqamiz. Endi bugungi darsimizning mavzusi raqamli tasvirlarning kelib chiqishi va asosiy tushunchalari bilan bugungi dars mashg'ulotini sizlar bilan olib borar ekanmiz. Ushbu taqdimotda raqamli tasvirlarning paydo bo'lishi, uning turlari, asosiy elementlari va zamonaviy qo'llanilish sohalarini ko'rib chiqilar ekan. Xo'p, raqamli tasvirlarning rivojlanish tarixi, ularning tuzilishi va qayta ishlash usullari haqida batafsil ma'lumot berib boramiz. Keyingi slaydda ko'radigan bo'lsak, xo'p, keyingi slaydimizda raqamli tasvirlarning tarixi, ya'ni boshlanish nuqtasi, ya'ni shu raqamli tasvirlarning kelib chiqishidan tortib o'sha oxirgi jarayonlarga ko'rib chiqamiz. Birinchisi, bu 19-asrning oxirlari, ya'ni analog signallardan raqamli signallarga o'tish bosqichining boshlanishi, dastlabki elektron uskunalar va ularning raqamli boshqarish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Ya'ni ikkinchi etap bu raqamli texnika rivoji. Raqamli texnikaning jadal rivojlanishi va elektron elementlarning, ayniqsa tranzistorlarning paydo bo'lishi, bu esa axborot raqamli shaklda saqlash va uzatish imkonini yaratdi. Bu esa o'z-o'zidan o'sha kompyuterlashtirilgan davrlarga o'tish paytlariga to'g'ri keladi. Keyingisi bo'lsa 20-asrning o'rtalari, ya'ni raqamli mikrosxemalar va kompyuter texnologiyalarining paydo bo'lishi raqamli tasvirlarning yaratish va qayta ishlash uchun poydevor bo'ldi. Ya'ni ilk raqamli tasvirlar asosan ilmiy va harbiy maqsadlarda ishlatilgan. Ya'ni birinchi bo'lib shu tasvirlarga, ya'ni raqamli ishlov berish mana shu birinchi navbatda harbiy maqsadlarda ishlatilgan. Keyinchalik hozirgi kunda o'sha tasvirlarga ishlov berish, boshqa mana shu kabi ma'lumotlar bilan uyg'unlashdi. Raqamli tasvirlar va ma'lumotlar turlari. Bular nimalar? Bu raqamli tasvir, bu piksellar deb ataladigan kichik nuqtalardan tashkil topgan matritsa ko'rinishidagi ma'lumot. Har bir piksel o'z rangi, yorqinlik va kontrast qiymatiga ega bo'lib, bu qiymatlar raqamli kodlar orqali ifodalanadi. Xo'p, raqamli tasvir, ya'ni piksellar deyapmiz. Piksellar o'zi nima? Piksellar, ya'ni har bitta rasmimiz piksellardan iborat bo'ladi. Ya'ni bu piksellar nima desak bo'ladi? Masalan, kvadrat shaklchaga bo'lib oladigan bo'lsak rasmlarimizni, mana shu rasmlarimiz bu mana o'ng tomonda ko'rib turgan qismimizda mana shu piksellarga bo'lib tashlangan. Bu qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Mana shu piksellarning har bitta pikselning o'zining qandaydir rangiga ega bo'ladi. Mana shu ranglarni har bittasini birlashtirib, ketma-ketlikda joylashtirilsa, bu o'sha bitta ta'sir paydo bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda tasvirlarning yorqinlik darajasi bor. Yorqinlik darajasi deganda mana shu piksellarning soni keltiriladi. Piksellar qanchalik ko'p ajratilgan bo'lsa, mana shu tasvirlarimizning shunchalik yorqin bo'ladi, tiniqlashadi rasmlarimiz. Ma'lumot turlari ikki asosiy shaklga bo'linadi. Birinchisi raqamli diskret ma'lumotdan aniq cheklangan qiymatlar to'plamidan iborat. Misol uchun tasvirdagi har bir piksellarning rangi. Ikkinchisi analog uzluksiz ma'lumotlar. Bu doimiy va cheksiz qiymatlar oralig'iga ega. Misol uchun an'anaviy fotosuratdagi ranglar o'tishlari. Mana shular ikki xil, ya'ni raqamli analoglarga bo'lamiz ekan. Xo'p, raqamli tasvirning asosiy elementi. Bu raqamli tasvirning asosiy elementi bu pikseldir. Har bir piksel o'z xos rang va yorqinlik qiymatiga ega bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi tasvirda ko'rsatilgandek tasvirning har bir nuqtasi sonlar bilan ifodalanadi. Bu esa kompyuter uchun tushunarli bo'lgan ikkilik kodga aylanadi. Ya'ni bu o'z-o'zidan aytib turibdi, har bitta piksel o'sha raqamliga o'tkaziladi. Ya'ni bu raqamli ikkilik sanoq sistemasida ifodalanadi. Ya'ni biz kompyuterimizni ishlatganimiz, kompyuterimiz ishlash texnologiyasi, ya'ni ikkilik sanoq sistemasida kompyuterimiz ishlaydi. Ya'ni ikkilik sanoq sistemasida 0 va 1 larni tashkil topadi. Ya'ni o'sha hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Ya'ni sanoq sistemalari, masalan, 2lik, 4lik, 16lik, 8lik sanoq sistemalari mavjud. Mana shu, ya'ni o'zidan bitta oldingi raqamgacha bo'lgan
raqamlardan tashkil topadi, ya'ni qiymatlari, ya'ni ikkili sanoq sistemasi 0 va 1 dan 8 ga bo'lsa 1 2 3 4 5 6 7 raqamlardan tashkil topadi. Endi tasvir amallar, tasvirni qayta ishlash usullari, tasvir amallar. Birinchisi, o'lchash va kesish. Tasvirlarning o'lchamlarini o'zgartirish, kichraytirish, kattalashtirish va keraksiz qismlarni olib tashlash orqali fokusni kuchaytirish, ya'ni o'sha bizga keraksiz joylarni kesib tashlashimiz, ularni yoki bo'lsa kichraytirishimiz, rasmlarni mana shular o'lchash va kesishga misol bilan. Keyingisi filtrlash. Tasvirdagi o'sha shovqinni kamaytirish, konturlarni aniqlash yoki vizual effektlar qo'shish uchun qo'llaniladigan jarayonlar to'plamidan iborat. Bunga o'sha rasm, ya'ni ranglarni bulanib ketishi yoki o'tkirroq qilish kabi filtrlar kerak. Ya'ni rasmlarga filtrlar qo'yadigan bo'lsak, mana shu filtrlarimiz rasmni kuchaytirib berishi yoki qanaqadir xiralashtirishimiz boshqalar mana shu filtrlashga misollar. Skalalash, o'zgartirish, tasvirning o'lchamini o'zgartirish, bu har xil qurilmalarda bir xil ko'rinishni ta'minlash uchun muhim. Ya'ni o'sha rasmlarimizning o'lchamlarini skalalash. Mana shular misollar. Yaxshilash va optimallashtirish, raqamli tasvirlarning sifatini oshirish, ularning ranglarini va yorqinligini to'g'rilash, shuningdek fayl hajmini kamaytirish usullari. Ya'ni faylning hajmini kichraytirish bilan bo'ladi. Bu usullar tasvirlarni yanada samaraliroq va jozibadorroq qilish imkonini berar ekan. Mana ya'ni shu ko'rib turgan 4 ta usulimizdan foydalanib tasvirlarga qayta ishlashlarga misol bo'ladi. Ya'ni rasmlarni qayta ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Mantiqiy ifodalar va ularning raqamli tasvirdagi roli. Bu mantiqiy ifodalar raqamli tasvirlarni qayta ishlashda fundamental ahamiyatga ega, ya'ni ular tasvirning turli qismlarini tanlash, birlashtirish yoki ajratish imkonini beradi. Asosiy mantiqiy amallar end ikki tasvirdagi bir xil piksellarni birlashtirishda ishlatiladi. Ya'ni end hamma biladi va birlashtirish kabi ma'nolar. Faqat ikkala tasvirda ham mavjud bo'lgan joylar saqlanib qolar ekan. Bu mantiqiy va hisoblanadi. Ikkalasida bor bo'lsa ham shu bir degan amalni qaytarib beradi. Xo'p, ikkalasi ham bir bo'lganda, ya'ni hozir tasvirda aytib o'tdik, ya'ni ikkala tasvirda ham mavjud bo'lgan joylar saqlanib qolar ekan. Ya'ni buni ko'proq tasvirlashtirishlarda o'tganmiz, ya'ni end mantiqiy va degani bu ikkita qiymat solishtiradigan bo'lsak, ikkalasi ham true qiymatni qaytarganda natijamiz true bo'ladi. Ya'ni bittasi true, bittasi false bo'lgan bo'lsa false qiymatni qaytaradi. Or ikki tasvirni birlashtirishda ishlatiladi. Ya'ni ikkala tasvirdagi piksellar qo'shib kattaroq ta'sir hosil qiladi. Ya'ni ikkala tasvirni birlashtirish orqali ishlatilar ekan. Bu yoki bu, ya'ni or degani yoki degani. Xo'p, note tasvirning ranglarini inversiya qilish, ya'ni salbiy ko'rinishga keltirish yoki fonni ajratish uchun ishlaydi. Ya'ni tasvirga ishlov berishda shu fonlarni ajratish yoki tasvir ranglarini inversiya qilish, salbiy ko'rinishga keltirish. Mana shular not bilan bajarilgan. Ya'ni XOR amali, exclusive OR. Ikki tasvirning faqat farqli qismlarini ko'rsatish uchun ishlaydi. Ya'ni ikkita tasvirni farqli qismlarini topib berar ekan. Misol uchun ikkita tasvirni mantiqiy end orqali birlashtirish orqali ikkala tasvirning umumiy joylarini ajratib olish imkoniyatini qilish mumkin ekan. Solishtirish belgilari va ularning ahamiyati. Birinchisi, tenglik. Ikki piksel qiymati bir xil ekanligini aniqlash uchun, misol uchun, bir xil rangdagi piksellarni topishda. Ikkinchisi, teng emas. Ikki piksel qiymati farqli ekanligini aniqlash, bu asosan tasvirdagi farqlarni ajratish uchun ishlatilar ekan. Uchinchisi, katta. Bir piksel qiymati boshqasidan kattaroq ekanligini tekshirish, yorqinroq yoki ko'proq piksellarni aniqlashda foydalanar ekanmiz. Kichik belgisi bu bir piksel qiymati boshqasidan kichikroq ekanligini tekshirishda aynan yorqinlik va kontrast darajalarini sozlashda qo'llanadi. Bu belgilar tasvirlarni tahlil qilish, chegaralarni aniqlash, ma'lum rang diapazonlarini ajratib olish va tasvirni avtomatik ravishda qayta ishlashda keng qo'llaniladi. Ular tasvirdagi har bir pikselni individual ravishda baholashga yordam beradi. Xo'p, keyingi slaydimizda ko'radigan bo'lsak, raqamli tasvir texnologiyasining amaliy qo'llanilishi.
Bunda tibbiyotda, sanoatda, multimedia va o'yinlarda. Tibbiyotda ko'rib chiqqan, ya'ni bu tibbiyotda rentgen, MRI, magnit rezonans tomografiya, ya'ni UZI, ultratovush tekshiruv va kabi tibbiy tasvirlarni raqamlashtirish va tahlil qilish, kasalliklarni aniqlash va davolashda muhim rol o'ynaydi. Bu tasvirlar shifokorlarga aniqroq ma'lumotlarni tashxis qo'yishda kerak bo'ladi. O'zimiz bilamiz, o'sha rentgenlarda ham o'sha bizga tasvirlarni chiqarib beradi. Mana shularga misol keltirsak bo'lar ekan, ya'ni tibbiyotda. Sanoatda bo'ladigan bo'lsa, sifat nazorati uchun tasvirlarni tahlil qilishda raqamli tasvir texnologiyasi mahsulotlarning nuqsonlarini avtomatik aniqlashga yordam beradi. Bu ishlab chiqarish jarayonini optimallashtiradi va mahsulot sifatini oshiradi. Bu o'sha sanoatdagi o'sha hozir yuqorida aytib o'tganimizdek sifatini, ya'ni sifat ko'rsatkichlarini aniqlashda o'sha tasvirlarda ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Multimedia va o'yinlarda yuqori sifatli grafikalar va realistik vizuallar yaratish raqamli tasvirning eng keng tarqalgan qo'llanishlaridan biridir. Bu zamonaviy video o'yinlar va multfilmlar raqamli tasvirlash texnologiyalari tufayli hayratlanarli darajada realistik ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni bu shu raqamlarga tasvirlarga qayta ishlov berganimizda o'z-o'zidan o'yinlarda nima bo'lishi kerak? Kompyuterimiz kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni bunda video kartasi kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha tasvirlarda tezkor ravishda qayta ishlashligi uchun, ekranga ko'rsatish uchun mana shu multimedia va o'yinlarda ishlatar ekan. Xo'p, keyingisida bo'lsa zamonaviy raqamli tasvir texnologiyasi. Bugungi kunda raqamli tasvir texnologiyasi mikrochiplar va ilg'or sensorlar orqali yanada takomillashgan. Bu innovatsiyalar tasvirni yanada yuqori aniqlikda oshirish, ya'ni yuqori aniqlikda olish, tezkor va qayta ishlash va kichikroq qurilmalarga integratsiya qilish imkonini beradi. Har bir yangi avlod sensorli tasvirlarni yanada yorqinroq, aniqroq va rang-barangroq qilib olishga qodir bo'lar ekan. Bu o'sha zamonaviy raqamli tasvir texnologiyasi misol. Xo'p, darsimizni so'ngida mana shu xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli tasvirning kelajagi va muhimligi. O'sha raqamli tasvir texnologiyasi kundan kunga rivojlanmoqda. Bu esa yangi imkoniyatlar va ilovalar yaratmoqda. Kameraning o'lchamlari, sifatlari doimiy ravishda oshib bormoqda. Sun'iy intellekt integratsiyasi. Bu sun'iy intellekt AI va katta ma'lumotlar bilan integratsiya, raqamli tasvirni tahlil qilish va ulardan ma'lumot olish jarayonlarini inqilob qilmoqda. Ya'ni tasvirlarni avtomatik tanib olish va qayta ishlashi mumkin bo'lyapti. Bu raqamli tasvirlarga ishlov berishimizda hayotimizdagi muhim roli bu har bir sohada raqamli tasvirlar hayotimizni o'zgartirmoqda. Bu tibbiyotdan tortib to sanoat, xavfsizlik va ko'ngilochar sohaga qadar raqamli tasvirlar bizning dunyoni qabul qilishimiz va o'zaro aloqa qilishimizni chuqurroq o'zgartirgan. Ya'ni o'zimizdan aytishimiz mumkin, mana o'yinlarni ko'rganimizda shu tasvirlar orqali yaratiladi yoki bo'lsa videolarni ham oladigan bo'lsak, videolar ham mana shu qisqa rasmlarni birlashtirishdan orqali videolar hosil bo'lmasini, animatsiyalar ham, ya'ni rasmlarni birlashtirishimiz orqali mana shu animatsiyalar hosil bo'ladi. Sanoatda aytib o'tdik, bundan tashqari tibbiyotlarni ham aytib o'tdik. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz.